Tishlarimdan oldirdim, oziq tishlarimni. Toshkentga bordik, unaqa qildik, hamma joyga bordik. Hammasi davolanishlar vaqtincha bo'ldimi? Dedim, qo'rqinchli emas ekanmi operatsiya? Yo'q, yo'q. Unaqa og'riqli ham emas. Yo'q, qo'rqinchli emas. Buni nima qilamiz endi? Qachon olib tashlaysiz? Hozir olib tashlaymizmi buni? Boshqa yangi qo'yib qo'ymaysizmi? Yo'q, qo'yishadi. Biz operatsiya bo'lganingizda birov topa olmaydi hozir buni. Sizni ism familiyangiz nima? Jo'rayeva Mukarram. Qayerdansiz? Bekoboddan. Bekoboddansiz. Shu uch shoxli nerv nevrologiyasi bilan qancha vaqtdan beri og'ridingiz? 10 yildan oshiq bo'ldi. Qanday boshlangan kasallik sizda? Shu tishim og'riyapti deb biz bilmaganmiz birinchi. Tishlarimdan oldirdim, oziq tishlarimni. Undan keyin ham qolmadi. Tishlar soppa-sog' deydi doktorlar. Oldirordingiz lekin. Ha, shundan keyin og'rib yurdi. Yozda uncha og'rimaydi, kam og'riydi. Lekin ana shu o'zimizda ham bitta doktor bor, unga uchrashganimizda faqat karbamazepin iching deganda, shundan ichaman. Kunlar keyin kuchayib ketdi. Men bir mahal ichardim. Bu doktor aytdiki, 2 mahal iching endi dedi. Keyin 2 mahalga o'tdim. Ana shu dorini ichsam sal qandaydir unaqa bo'ladi. Yana birpasdan keyin yana og'iraveradi. Dorini ta'sir ketganda. Sizlarda eshitganimizdan keyin mana bolalar olib keldi, xudoga shukr. Mana siz bilan yuzma-yuz o'tiribmiz. Siz mana qizingiz o'zi medsestra ekan, больницада ishlayman deyapti. Kelinim ham medsestra. Keliningiz ham medsestra. Mana ko'p doktorlarga davolandingizda siz 10 yil mobaynida. Toshkentga bordik, unaqa qildik, hamma joyga bordik. Hammasi davolanishlar vaqtincha bo'ldimi? Endi sizga o'xshagan bemorlarga nimani tavsiya qilasiz? Mana siz 10 yil og'ridingiz, boshingizdan ko'p narsalar o'tdi-da. Davolanmagan doktoringiz qolmadi kerak bo'lmasa. Ha, bordim, hamma joyga bordim. Nimani tavsiya qilasiz sizga o'xshagan bemorlarga? Endi aytaman-da, albatta o'sha Andijonga boringlar. Mana doktor ismi Xurshidbek ekan. Ana shu insonga murojaat qilinglar deb bemalol aytalaman men shuni. Dedim, qo'rqinchli emas ekanmi operatsiya? Yo'q, yo'q. Unaqa og'riqli ham emas. Yo'q, qo'rqinchli emas. Buni nima qilamiz endi? Qachon olib tashlaysiz? Hozir olib tashlaymizmi buni? Boshqa yangi qo'yib qo'ymaysizmi? Yo'q, qo'yib qo'yisharmiz. Siz operatsiya bo'lganingizda birov topa olmaydi hozir buni. Bir hafta sovuqdan ehtiyot tutib turasiz. Hozir tashqari sal havo salqin bo'lib qoldi, yomg'ir yog'yapti. Sog' bo'l. Rahmat. Sovuqdan ehtiyot qilib turasiz. Rahmat, sog' bo'l doktor. Men qachon xudo xolasa chevara ko'rsam, ismini Xurshidbek qo'yaman. Sizga o'xshab doktor bo'lib yursin. O'zimni sinimni shu og'riganda uniki ham o'ng tomoni og'riymi, chap tomoni. Toshkentga borsa, mana orqa quloqning orqasini ochamiz. Yana nimalardir qilamiz deyotgan, u qo'rqib bormay qo'ydi keyin. Bismillahirrohmanirrohim. Elimiz, yurtimiz tinch, osmonimiz musofir bo'lsin. Sizlarga doktorlar ko'p bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin, qo'lingiz yengil bo'lsin, bolalaringizni huzur halovatini ko'ring. Charchamang, rahmat. Yaxshi qo'lingiz ham. Salomat bo'ling.